Afsuski bizning miyamizda internet shunday narsalarni singdirib tashlagan. Video qo'ydingmi 100 minglab prosmotr bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa millionlab tashlashi kerak. Srazu obunachilar sanga podpisatsiya bo'lishi kerak, sen zvizda bo'lishing kerak. Srazu internetdan tez ko'p pul topishni boshlashing kerak. Chunki biz xuddi shunday videolarni ko'raverganimizdan keyin bizda ham shuning bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslında haqiqat bu emas. Siz kamida 100 dona video yuklashingiz kerak bo'ladi. Shu 100 dona videongizning 99 danasi kerak bo'lsa yemaydi, lekin bir danasi yeb to'pa chiqib ketadi. Ana aynan shu bir dana top video boshqa videolaringizning prosmotrini tortib beradi. Bu bilan nima deyapman? Internetda ko'rgan vaziyatlaringizga ishonavermanglar. Sizda ham xuddi shunday bo'ladi degan emas. Hozir ba'zi bir proyektlarni ko'rasizlar, zo'r prosmotr yeydi, lekin uning orqasida juda katta komanda turgan bo'ladi. Yoki ba'zi blogerlarni ko'rasizlar, har bir chiqargan videosi to'pa chiqib ketadi, lekin bular yillardan boshladi, kamida 4-5 yillardan boshlagan bo'ladi. Bizda eng katta kamchilik bu o'zini boshqalar bilan solishtirish. Aynan shu yerda ko'pchilik insonlar sinadi, ya'ni video yuklaydi, 5-6 ni yuklab ko'radi, qarasa prosmotr yo'q. 100, 200, 300 dona. Haqiqat bu emas. Siz kamida 100 dona video rolik yuklamayincha prosmotr umuman qaramasligingiz kerak.